Like'ni bosib, kommentga Bobirjon otangga rahmat, gaziga bosdi, qo'llab-quvvatlab partishkani yorib turinglar. 1.500.000 so'mdan anchadan beri narx qo'yganim yo'q edi. Bugun bir qo'yaman, bir sizlar maza qilinglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Ulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz. Hurmatli obunachilar, videoni boshidan bitta-bittadan like bosib qo'yinglar. Yo'qolgan odamni toping. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, Eldor aka, bormisiz? Charchamayapsizmi? Endi qidiruvga bermoqchi edik sizni. Yo, boshladi. İşte boshladi. Yangilardan olib keldik. Ilgarigi 1,5 millionlik qo'zlar bo'lardi-yu. Ashlar sog'inganlarga menga 80 ta 90 ta qo'zni zo'rdan tushirib qo'yganman. Baragasiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, Bobirjon otangga rahmat, gaziga bostir deb qo'llab-quvvatlab patishkani yorib turishadi Eldor aka. Naqd sindirish mendan. Xudo xolasa. Tomoshani sizlar qilasizlar. Paddeshka obunachilarimiz Paddeshka. Qo'zni arzonlardan ham shu svetofor sariq arashar ranglarni so'rashardi Eldor aka. Ana shularda 80 ta 90 ta bo'lmashaydi. Baragasiz. Qo'y, qo'rani bir aylanib chiqaylik. Bir aylanib chiqasiz, nariga tomon ham to'la Eldor aka. Yangi ajratib shekilli bolasidan. Otxonani ham ot kirganiga sotdik, qo'ydan to'ldirdik Eldor aka. Gap yo'q mana akalar. Qo'ydan foyda ekanmi? Joylarda so'rilarda qilib qo'yganmiz, kelaverasizlar. Kelaverasizlar akalar. Selli qozonni tayyor. Xo'p, bu tarafda ham sariqlardan ekan, hurmatli obunachilar. Bir pachka sariq sovliq, bitta qo'chqori bilan Eldor aka. Mana bu yerda bitta qo'chqori bor. Oq qo'chqorim, oq qo'chqor deydi-yu. Mana akalar. Xudo xolasa bular hammasi qisir-a? Hammasi qisir, boladan ayrilgan Eldor aka. Endi sal et oldirib, qo'chqorni qo'shib bolani olishaveradi. Xudo xolasa bularning tishlari qo'chqori bilan. Qo'chqori ham o'zida-da. Bitta qo'chqor 30 ta bir pachka sariq. Bitta oila. Hammasini tishi zo'r. 2 tish, 4 tish, 6 tishdan yuqorisi yo'q. Bemalol kelib ko'rib olishadi. Tishi yo'q, qo'y qolaveradi. Gap yo'q mana, hurmatli obunachilar. Hammasini yoshi zo'r. Endi bitta gap, pardozi qilinmagan, bollari ayrilgan, tayyor holatda, oriq holatda. Endi bular yem-yeb yurgan qo'ylar emas. Qaranglar bollarni. Ko'z tegmasin, hammasi yem hashakka bemalol kirgan. Yem hashat yeydi, keyin ayrildi. Xo'p, ma'lumotni mana shu tarafdan berib boshlayveraylikmi yo? Boshlaylik Eldor aka. Bir boshdan. Xo'p, bular qachon keldi? Eldor aka ertalabga yaqin keldi. Mana ovqatini endi beryapsiz, birinchi ovqat. Ko'z tegmasin mana akalar. Hammasini suyagi zo'r. 80 santimetrda pastida beyda qo'y yo'q. Yo'q, 80 plus. 80 plus. 80 Lekin oriq, undaqa haligi hozir ko'rinmaydi asl holati. To'g'ri. Hammasi oriq. Semizlardan nariga tomondan bor. Oriq deysiz, buni qo'ylar 1 oy, 2 oydan nari beri. 1 oy, 2 oyda tayyor bo'ladi. Endi foyda qilaman deydigan qo'y. Baraka topaman deydigan qo'y Eldor aka. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana inshaalloh sarig'idan juda ko'pchilik so'rashardi. Mana sizlarga sarig'idan. Bir pachka sarig'idan 30 ta. 30 ta, bir pachka, bir qo'ra. Endi bu yerda charchoqni hisobiga ham uncha bilinmayotgan bo'lishi mumkin. Ertalabga yaqin kelgan bo'lsa, bular hech bo'lmasa bir ertagacha dam olsa ham 2 soat, 3 soat bo'ldi yetib kelganiga Eldor aka. Yaxshi katta partiya kelibdi, juda ko'pchilik so'ragan. Xudo xolasa katta partiya endi ishni boshladik dedim-ku Eldor aka. Xo'p, endi qarang. Buni boqish bo'yicha qachon video qilamiz? Va'da beraylik obunachilarimizga. Boqish bo'yicha hozir yer olganmiz, o'zingizda ham xabaringiz bor. Ayda qurilish ishlari ketyapti Eldor aka. Qo'rani bitiramiz, xuddi mayna qo'ylardan tashlayman. Boqish bo'yicha video qilamiz. Boqamiz ayda, ha. Sehrli qozonga davr qilyapmiz. Kattarog'idan, ha. Xudo xolasa, ha. Xo'p, bular narxidan boshlaymizmi? Eldor aka, ha, narxidan boshlaymiz. Bayda o'sha aytib o'tganimdek 2 tish, 4 tish, 6 tishga davr. 6 tishdan yuqori 8 tish qo'y yo'q bayda. 8 tishi yo'q umuman. 2 tish, 4 tish, 6 tish yosh qo'ylar. Mana bolalarni ayrildi. Hammasi bolada yangi ayrildi. Xo'p, narx-navosiga kelsak. Xo'p. Tortishadigan, tortishadigan emas. Oddiy qo'y narxida qo'y beraman. 80 ni pastida qo'y yo'q, 80 santimetrda. Metrda olib kelgin, metr bilan tayyor turamiz. O'lchab ko'rib olishadi. Onlayn savdo umuman yo'q. Kartadan pulda hammasini o'tkazib bersangiz ham onlayn savdo qilasiz. Ko'rasiz, yoqsiz qolasiz. Xuddi shunday. Pulini gapiring, pulini. Hozir men to'g'risi obunachilarimiz kutib turmay narxini so'rayman g'azabor. Hozir endi kutib turib qo'ysa javob bo'lib qolishmasin. Xo'p,
narxini anchadan beri video qo'yganimiz yo'q. Narxini aytaman, talash tortishadigan emas. Tushundingizmi? O'zingiz ham hayron qolasiz. Xo'p. 5 million, 5,5 million, 6 million daxil narx qo'ymayman. 4 million 500 ming so'mdan bir joyda 30 ta sovliq, bitta qo'chqori ham ichida. 4 million 500 4 million 500 ming so'mdan qo'chqor sovliq ketaveradi. Ha, xuddi shunday. Hammasini Oddiy chiyosh. qo'ydi narxida, oddiy. Hammasini chiyosh. Xuddi shunday. Kishi 8 kishi qolaveradi. Qari ekanda shunday ayirib tashab ketishaveradi. O'zimga qolaveradi, xuddi shunday. Xo'p, akalar mana 4 million 500 ming so'mdan xudo xolasa nima deysizlar? Boburjon. Oddiy qo'ydi narxida Eldor aka. Bitta gap aytaymi? Narx yana sal kelishtirib bering. Narx hozir baland. Yo'q. Sal ham baland chiqqan yo'q. Yo'q, baland bo'lgani yo'q. Yoshini hisobiga ham zo'r. Yosh narsa. Endi obunachilarimiz to'ydan oldin arzon sotar, to'ydan keyin qimmat bo'lib ketdi deb qolishmadi. Ketdimi? Eldor aka 100 mingdan bo'pti, xayri 100 bilan. mingni o'zim o'tib beraman. Bir joyda bir pachka 100 mingni men olishadi. o'tib borsam nimadir deysizmi? 4,5 degan narsangiz 4 million 400 dan beradi, indamay ketaversa, men indamaysiz-ku. Yo'q. Yana kelishtiring. Qancha qo'ysiz qo'yib bering. Yo'q, menga desa tekinga beraversangiz ham yo'q. O'zim bo'laman. Begona bo'lmaydi qo'ylar bari o'shanda ham. Eldor aka mayda chudasi 200 mingdan bo'lib 4 million 300 ming. Yana 100 ming o'tib berasiz, 4 million 200 ming qilib berasiz. 4 million 200 mingdan Eldor aka. 4 million 200 dan. Xo'p deng. Hep bir aka. 4 million 200 dan 30 ta bir pachka. Bir joyda 4 million 200 dan beraman. 4 million 200 ming so'mdan hurmatli. Ayirib olishiga jicha-picha kelishaveramiz. Katta farq qilmaydi. Yo'q. Mana. Xo'p, bu tarafda endi qo'zilar akalar. Endi ayirishga qarab, Eldor aka 10 ta ayirishsa 4 million 200 dan. Bitta ikkita bo'ladimi? 50 ming aqa baqa. Qo'chqorda o'zi bo'lsa-chi? Qo'chqarda o'zi bo'lsa, yo qo'chqarda o'zini men mo'ncha narx emas, sovliqlarni ichida qo'shib beraman. Bo'ldi. Javob. Xo'p, endi akalar, dastavkasini so'ragan akalarimizga dastavka kelishib qolinsa dunyo bo'ylab. Dastavka dunyo bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab, aniqrog'i O'zbekistonda Liboy ertaga boradi, besplatniy. Faqat qo'raga kelib, qo'ydi ko'rib, endi bir dona olishsa ham, bir dona qo'zi ong olib borib beraman. Bir dona qo'zichoq ong olib borib beraman. Faqat kelishingiz kerak. Xuddi shunday. Xo'p, endi bolalarning ma'lumotini beramiz. Sonni Eldor aka. Yo'q, sonini bilmayman. Menda ekazagi ham juda ko'p Eldor aka. Bu qo'zlar qarang, terilib turishini. Oqo'riklarni. Ha, oqo'riklarni. Quloqlarni qarang Eldor aka uzunligini. Sifatlari zo'r ekan-a. Do'stlar, akalar, hammamiz yoshlardan nasib qilsin. Bizni yaxshi niyatimiz ham, yomon niyatimiz ham shu. Minglab bo'lib ketsin, Xudo xolasa, yetkazib bera olmay qolaylik yemlarni ko'pligidan. Xo'p, soni ko'p. Qo'chqor sovliq baribir aralash. 80 ta atrofida bor. 80 ta atrofida. Qo'chqor sovliq aralash baribir. Ha, qo'chqori juda ko'p, endi sovliq aralash baribir. Xuddi shunday. Buni endi yosh oyligi aralash buni akalar. Yosh oyligi gideyda 1,5 oydan 3 oyga bo'lsa kerak Eldor. 3 oy buni oldi, 3 oy chiqib qoladi. Sababi xuddi shunday. Ko'cha-ko'yda narxini nima qo'ydi ko'cha-ko'yda narxini? Ya ko'cha-ko'yda narx yo'q. Yo'q, endi mayda unga solishtirib qo'ya olishadi. Yo'q, degani uni oldini narxini indamay qo'raylik demoqchiman. Endi sizda baribir ko'chaga qaralmaydi-yu. To'ppa-to'g'ri. Nech pul qo'yamiz qo'zilarni? Bo'ladigan narximi? Yopishtirib qo'ying. Bir joyda olishsa 2 milliondan beraman. 2 milliondan beramiz. 2 million. Ha. Ayirib ber deysa menga 1 million 500 dan beraman. 1,5 milliondan. Ha, endi 10 tadir, 15 tadir, 20 tadir, 20 taga da 1 million 500 mingni ayirib beraman. Bor ha? 1,5 milliondan. Endi o'zlari ayirib olsa, Eldor aka. O'zlari ayirib olsa, ayirganiga qarab, soniga qarab kelishtirib beraveraman. Men gap yo'q. Akalar, narxni to'g'risini aytsam, har safar Boburjon qo'zi qo'ysa, savdogarlar ham narx so'rashadi, haqiqatan shunaqa qo'ydimi yo bo'lmagan gapmi deb. Juda ko'pchilik ishonmaydi qo'yilgan narxlarga, lekin har safar Boburjon qo'zi qo'yganda sensatsion narxlar bo'lib ketadi har safar. Xuddi shunday. 2 milliondan akalar. 2 milliondan qo'zi bir pachka. 2 milliondan xolisona fikr bildiringlar. Hammasi yeb, ichi sog'lig'i zo'r. Yo'q, boshqa yerdan narxini tenglab qo'yding desa, liboy payt tushirib beraman. Akalar, xolisona aytinglar, narxlar yaxshi bo'ldimi yo? O'zbekistonga vizib deydi-yu. Vizib qilish uchun yana bir 200 ming o'tib bering bo'pti, vizib bo'lish uchun. Nima uni?
Shundan yana 200 mingdan o'tib bering. Yo'q, Eldor aka. 200 ming so'mdan keling. Qanchadan bo'ladi? 1 million 800 mingdan bo'lib ketsa. Ya sen insof bilan 1 million 800 da. Yo'q. Hammamizga insofni Alloh o'zimizga bersin. Ozda baraka. Ketdimi? 1 million 800 ming so'mdan bo'lsa, haqiqiy vizif bo'ladi. Qaranglar. Kommentga yozmagan odam kelib qo'ya olmay qo'yarsin. Aha. Kommentga Bobirjon otangga rahmat, faqat gazini bos deb turishadi. 100 mingdan kam. 1 million 900 200 ming so'mdan 1 million 800 ming so'm. Bor baraka. 1 million 800 dan bir pachka bir yerda. 1 million 800 da kelar. Keyin safar yo'da qolsa tekinga ko'ndirib qo'yamiz. 60-70% sariq. Qolgani qora. Ko'z tegmasin. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, keyin safarga tekinga ko'ndirib beraman deyapti. Inshaalloh. Mana akalar. Xo'p, endi baribir qo'raga kelasizlar, tepasiga kelib ko'ringlar, tepasida savdosini qilinglar akalar. Mana mashq qo'ylar ko'chada gap ochiqini aytganda oldi 33-3,5 minglik qo'ylar bor-da buning ichida. Endi Eldor aka plus minusga kelishamiz. Tanlab olsa narx boshqa. Tanlab bersen deysan, narx boshqa. 1,5 millionga to'g'ri ayirib beraman. Lekin yeri bor akalarimiz optim olib qo'ysa kerak, sababi bu lekin bu onalari ham Eldor aka 4 million 200 dan bo'ldi. Qo'ylar haqiqiy barakat topaman degan qo'ylar. Shunaqa. Bu tarafni ko'rsatamizmi? Bu tomonni ko'rsatamiz Eldor aka. Go. Xo'p, akalar mana bu tarafda 2 4 6 8 ta ekan. Mana bittasi 40 ta yozibdi. 8 ta ekan mana akalar. 8 ta. Bu tarafdan o'tib oling, ochiqroq ekan. Bor. Xo'p, 8 dona. Ke Eldor aka bularni ham yoshi ham zo'r. 4 tishi ham bor, 2 tishi ham bor, 6 tish. Mana shu ko'rib turishibdi-yu. Oqtumshuq. Mana shu 8 tishga endi chiqargan. Ha. Endi bu endi asosan go'sht yo'nalishiga yaxshi. Narxi ham to'g'ri kelaveradi. Bu taraflarda voy dahshatlarli bu taraf ha. Eldor aka qo'yda turidan bor. Turli tumanidan. Ko'rsatmaysan kelar mana u eti ham, bo'y basti ham, rangi ham, buni sifatlari ham yaxshi ekan bu qatorda. Xudo xolasa dumbalariga ham bir qator ahamiyat berishlarini so'rab qolamiz. Bular ham hammasi 6 tishi ham bor. 2 ta 3 ta, lekin 2 tish 4 tish asosan. Akalar, mashqo'y ozgina ekan, lekin ancha-muncha qo'chqordan katta ekan. 95 sm Eldor aka. Kattaligi. Bo'yi o'zimiz ishqiboz bo'lib o'lchadi. Eng ushasi ko'rimsizroq, oriqroq Eldor aka. Mana, mo'la etini qarang. Mana. Bular chiroyli narsa, xudo xolasa. Yo'q, qo'ylar zo'r, ko'z tegmasin, yaxshi ketdi. Hammasi yaxshi narsalar, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bolasini olib yursa bo'ladigan qo'ylar ekan, xudo xolasa. Sifat ham, eti ham, rangi ham. Endi Eldor aka bu tomonida ham mana bunday ko'rib turibsiz. Qo'y to'la. Bir boshda ma'lumotini berib ketaveramiz. Xo'p, bularni tortishib, bularni gapiring endi. Mana bu yerda ham 9 ta, hammasi yosh narsa, 4 tish, 6 tishi. Aha. 2 tishi bor. Bular lekin yaxshi narsalar ekan. Ha, bular ham bo'y basti gideta 85-90 ga urib qoladi. 85 ga bering. 85 olishsin. Akalar, mana shularning sifati zo'r ekan. Xo'p, endi bu tarafda Ozbayda Eldor aka mana shularni ayirib sotdik. Ha, bo'lmadi bu. Endi ha, monolari ham sotiladi, ya'ni shu sotuvdamiz. Yo, suyakli narsalar kelibdi, Bobirjon. Hammasi suyagi zo'r, yashi zo'r. Eldor aka mana shular 4 tish narsa. Hammasi bayda ham yosh, hammasi. 6 tishi, 5 tami 6 ta bor xolos. Ko'rsatmaysan akalar. Bir qaytganda katta yangilik bilan qaytishibdi-da, xudo xolasa. Hammasi 4 tish. Mana ana shu qarab turibdi-yu. 2 tish qo'y, yash qo'ya. Mana suyagini qarang, Eldor aka qo'yladi. Mana 4 tish, 6 tish qo'ylar. Mana shu qarab turganlar ham 4 tish narsalar. 6 tish qo'ylar, 5 tami 6 ta bor. Bular hammasi qisirmi? Hammasi qisir. Mana bolalarning ayilgan. Hammasi qisir, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa bir qora. Endi mana Eldor aka, hamma har xil fikr qiladi-yu. Avvalo insofni o'zimizga bersin. Buni qo'zlar nimaga erta yerdim deydi. Buni qo'yladi yiqitib qo'yadi endi bundan bari Eldor aka. Oriq deng. Ha, xohlasa ina bola beraman. Hammasini bolasi ham shayda, inasi ham shayda. Qo'shib beraveraman. Shuni qo'shsak borib emadi. 10 minut, 15 minut bo'ldi ayirdik. To'g'risiga. Hammasini ayirganmiz, endi bundan bari mo'la yiqitib qolma. Eplab olaman deysa, ina bola beraveraman. Bemalol. Unda ham kelishinaveradi. Bemalol kelishamiz. Xo'p, endi akalar, kanalimizni yangi kuzatayotgan akalarimiz bo'lsa, bu qo'ylar semiradimi, dumbasi chiqadimi degan bo'lishlari mumkin. Akalar, hamma narsani biz isboti bilan qo'yib yurganmiz. Hali obunachimizning xonadonlariga ham bordik-ku, Farg'onaga billa bordik. Farg'onaga.
u qo'ylarni ko'rib o'zim ham maza qilardim. Ular qari qo'ylar edi. O, birinchi qo'rada ko'rsatdik. Uni dumbasi akalar, mashincha shuning dumbasi bor ketishida. Borganda o'sha katta bu haligi. Endi Eldor aka 2 oy yetarli. Shunaqa. 2 oy yetarli bu qo'ylarga. To'g'ri. Foyda qilaman degan qo'ylar. Bayda haligi ishqibozchilikqa baqaman degani u ana chekkada ikkita qo'rada turibdi-yu. Ana shular ishqibozchilikqa foydasi kerak emas deb olaman degan. Bolasini olib yuraman deganlar. Bolasini olib yuraman deganlarga. Ishqibozchilikqa. Lekin ash qo'ylar zo'r ekan. Bular qisirmi bo'g'azmi? Yo'q, unisiga garantiya yo'q. Kelib tekshirib olishsin. Kelib tekshirib olishsin. Endi bo'g'oz deb olib kelganmiz, hammasini daladan Eldor aka bu yilgi sezonga qo'y tug'magan. Bularni ish bilan qo'yamiz endi. Hop, bir boshdan beraylik. Bag'ida Eldor aka 8 ta dedikmi? Hop, 2, 4, 6, 8 ta. 8 tasini bo'ladiganini aytaman. Torchadigan emas. 3 million 200 ming so'mdan beraman. 3 million 200 dan. Ya, yaxshi emas, o'rtacha qo'zchaqti puliga. Hammasini yoshi zo'r. 3 million 200 ming so'mdan, hurmatli obunachilar. Qo'ylarni yoshini tekshirib olishaveradi. Bemalol, xotirjam. Mana. Bularni ish qo'yamiz. Beyda 16 tami shunda Eldor aka. Hop. Bo'ladigan narx kami yo'q, 7 milliondan qo'yib beraman. 7 million 7 milliondan qo'yib beraman, lekin 7 milliondan maylan qo'y bor deysa, borib kelaman-da. O'zim olib kelaveraman. 7 milliondan donaga ham, optimga ham ketaveradi. 7 million akalar. Bitta ham tanlab chertib olishaveradi. Yoqqani tanlab oling 7 milliondan akalar. Yo'qsha bular ham hammasi. 6 kishi aksariyat bitta yarimta. Bayda 9 ta sovliq hammasi Eldor aka. Xo'p. Bo'ladigan narxi. Torchadan qilib qo'ymayman. Hop. Bir joyda 9 tasini olishadi, 5 million 800 dan beraman. 5 million 800 dan bir joyga, yaxshi. 5 million 800 dan, lekin mana qo'y bo'lsa o'zim sotib olaveraman. Hali gap. Qo'ylar lekin tulashga kelibdi akalar. Mana hozir mana shuni yungini bir tortsa, mana mana shu qo'yda 80 mashi qo'y 90 dan o'tadi Eldor aka. Ha, yungini bir tortsa o'sha. Ha, yurinib ketganday bo'lib qoladi. Ha, 5 million 800 dan. 5 million 800 ming so'm. 6 million 800 deyman demadimmi? Kechaga do'zi endi bo'lsa bo'lib qopti. Og'izdan chiqdi gap. 5 million 800 dan Eldor aka. 5 million 800 ming so'mdan mana. Bular sotilgan, ha? Bular sotilgan. Xo'p, endi katta partiyasi. Eldor aka, bag'ida hammasini yosh. Bolali yurishaveradi, bemalol. Mana kishini ko'rsatib turibman qara. Mana shu qo'ylar 6 kishi Eldor aka. Mana shu qo'y. 5 tami bor. Mana shu yerda 5 ta yo 6 ta qo'y bor. 6 tish unda endi qarang. 8 tish degani yo'q. Kelganda va bemalol tekshirib olishaveradi. Hech kim qarshilik qarshilik qilmaydi-yu. Eldor aka bularni bir pachka olsa 4 million 200 ming so'mdan beraman. 4 million 200 ming 4 so'mdan. million 200 ming so'mdan. Optimaga. Ha. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa, yemga tashlab maza qilib boqib yuraman degan akalarimiz bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Kundan kunga o'zgarishini sezadigan qo'ylaring mana shular bo'ladi, hurmatli obunachilar. Foyda qilaman degan obunachilarga, foyda qilaman degani. Endi bu hammasini olganga-da, to'g'rimi? Hammasini olganga bir pachka. Dona olgangachi. Dona olganga 4 million 500 dan. Ya endi siz konkretni aynibsiz, lekin siz bola bor. Bo'lmabdi lekin. Eski stillar yaxshi edi. Donaga ham optimga ham shunaqadan qo'yib yuboramiz. Eldor aka tanlab olsa to'g'ri kelmaydi. Yo endi bo'lsa ajratib qo'ying edi bir xil qilib. Bo'lsa ajratib qo'ying edi bir xil qilib. Dona optim bitta bo'lsin, shu eski gapda qolsin. Baribir 4 million 200 dan donaga ham optimga ham ketaveradi. Hurmatli obunachilar, mana bemalol kelib tanlab olinglar, hech kim sizlarga qarshilik qilmaydi, teskari qarab turishadi. Xuddi shunda. Zo'rlarni tanlab olishaveradi. Shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar, adashmasam hamma qo'yda obzor qilib bo'ldik-a? Hammasini obzor qilib bo'ldi, xudo xolasa. Xudo xolasa, videomizda qanaqadir xato, kamchiliklar, kam-ko'slar bo'lgan bo'lsa, uzr so'rab qolamiz. O'ylaymanki, unaqa kamchiliklar bo'lmadi. Inshaalloh. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Video nima qilamiz? Yakunlaymizmi? Eldor aka, yakunlaymiz. Siz joylab bersangiz, inshaalloh bugun qo'y sotamiz faqat. Xudo xolasa. Qo'y sayli bo'ladi. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, sizlarning ham vaqtlaringizni ko'p olmagan holda videoni mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz har doimgidek. Xuddi shunday qo'llab-quvvatlab paddeshkani yorib turganlardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.